Haval M6 avtomobiliga Comfort Tuningda Android Auto tizimi ishlatildi. Telefonni CarPlay moslama qilib ishlatsa bo'ladigan qilingan. Shuning bilan birga YouTube platformasini ishlatib berganmiz va undan tashqari Contracam, antiradar tizimini ham ishlatsa bo'ladi va Telegramni ham ishlatsa bo'ladi. Xullas, ancha qulaylik bo'ladi. Android qilib ishlatishlik uchun hamma xizmatlar qilingan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Comfort Tuningda barcha elektromobillarga programma diagnostika xizmatlari bor. Balonni havosini ham to'g'irlab berishimiz mumkin bo'ladi. O'zimizning havomizni to'g'irlanishligini Xudodan so'rab qolamiz. Shunaqa gaplar, havo prosta yomonligi uchun maskalarni qavat-maqavat taqishga majbur bo'lamiz. Xizmatlarga taklif qilamiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta yoqish tugmasini bossanglar, bizning rizqimizni kengayishiga astoydil hissa qo'shgan bo'lasizlar. E'tibor uchun rahmat. Salomat bo'linglar.